Salom. Bu zombilar haqidagi juda qiziqarli serialning qiziqarli hikoyasi. Oxir zamon yetib kelganiga bir necha yil bo'ldi. Zombilar butun dunyoni egallab oldi va har qanday olamdan o'tgan yoki tishlab olingan odam ularning safini to'ldiradi. Tirik qolgan kam sonli odamlar birlashib, guruh bo'lib o'zini zombilardan himoya qilayotgan bir paytda Jo o'zining bunkerida qari ko'ppak bilan birga baxtli yashardi. Jo har kuni beysbol o'ynaydi, mashq qiladi va kuchugini aylangani olib chiqadi. Lekin u hech qachon hovlisidan tashqariga chiqmagan. Chunki u oxir zamon bo'lishiga hammadan yaxshi tayyorlangan va oziq-ovqatlari yetarli edi. Uning umri xuddi sug'ur kuni filmidek bir xil o'tardi. Lekin Joga shunday hayot yoqardi va u har kunidan lazzatlanib yashardi. Shunday kunlarning birida kuchugi yotog'iga siyib qo'yadi. Qarilik o'z ishini qilayotganda Jo kuchugini ko'chaga hojatga olib chiqadi. Ammo zombilar ham ayni vaqtda uyi atrofida sang'ib yurgan edi. Kuchuk egasini himoya qilish uchun ularga tashlanadi va nobud bo'ladi. Kunduzi Jo do'stini ko'madi va endi uning hayoti oldingidan zerikarliroqdek bo'lib qoladi. U endi o'zining hayotidan lazzatlanmayotgan edi. Kuchugini sog'inadi. Ertasi kuni u bir paytlar notanish ayol bilan yozishmalarini qog'ozga chiqarilgan nusxasini topib oladi. Notanish ayol o'shanda o'zini bunkerda yashab, tirik qolganini aytgan edi. O'sha payt ular yozishardi va suhbatlari qiziq o'tardi. Haqiqiy hayotda ular hech qachon uchrashmagan. Sababi Jo uydan chiqishga qo'rqgan edi. Lekin hozir u uyda diqqi nafas bo'lib, yolg'izlikdan o'lishiga sal qolayotgan edi va shuning uchun o'sha olisdagi sevgilisini qidirib topish uchun yo'lga chiqishga qaror qiladi. U ayol aytgan manzilni xaritadan belgilaydi. Erkak sevgilisi hali ham tirik va uni kutayotganiga ishonchi komil edi. Jo yaxshilab qurollanib, mototsiklda sayohatga chiqadi. Yo'lda uchragan vayronalar uni umuman qo'rqitmadi. Aksincha, yo'lida davom etish uchun ilhom bag'ishladi. Lekin birinchi tundayoq u yo'ldagi mixlarga duch keladi va mototsiklini tashlab ketishga majbur bo'ladi. Keyin u yaqin oradagi uy tomon yuradi, lekin qopqonga tushadi. Oldiga kelgan qiz, agar ortiqcha muammo chiqarmasa, o'ldirish niyati yo'qligini aytadi. Qiz uni uyga olib kirib, bog'lab qo'yadi. Qiz erkakka uyini tashlab, o'rniga uni mototsiklini olib ketishini aytadi. Lekin Jo bunga rozi bo'lmaydi va agar qiz uni ruxsatsiz mototsiklini yurgizmoqchi bo'lsa, himoya tizimi ishga tushib, qizni o'ldirishini tushuntiradi. Vaziyatdan kelib chiqib, qiz erkakka agar u shunchaki o'zini kerakli joyga olib borib qo'ysa, uni ozod qilishni taklif qiladi. Ertalab qiz erkakni qo'llarini kishanlaydi va ular yo'lga tushishadi. Yo'lda Jo qo'shiq aytib, qizni g'ashiga tegishga qaror qiladi. Chunki qizga qarshi qo'lidan kelgan yagona narsa shu edi. Tunda Jo notanish qizga o'ziga ishonish mumkinligini isbotlamoqchi bo'ladi. Qiz esa bunga amin bo'lish uchun uni sumkasini olib, ichini titkilashni boshlaydi. Bu qilig'i Joga yoqmaydi va qiz uni kundalik daftariga yetib kelganida u qizni so'kadi va shaxsiy ishlarga aralashmasligini so'raydi. Lekin qiz kundalikni baribir o'qib ko'radi va u yerda erkakni sevgilisiga bag'ishlab yozgan iliq so'zlari guvohi bo'ladi. Jo jahli chiqqan holda o'girilib olib uxlaydi. Notanish qiz esa uning ustiga ko'rpa yopadi. Yana bir kun yo'l yurgan juftlik kechga borib quyosh botishining guvohi bo'lishadi va qiz hatto shunday zamonlarda ham hanuz chiroyli narsalar qolganligini aytadi. Jo ham qizning fikriga qo'shiladi. Tunda ularga zombilar hujum qiladi va juftlik muvaffaqiyat bilan ulardan qutulishadi. Bu voqeadan keyin qiz Joga ishonish mumkinligini tushunib yetadi va kishanlarni yechishga ruxsat beradi. Ertasi kuni rulda qizning o'zi o'tirib, ular yo'l bo'yi musiqa eshitib, mazza qilib yo'l yurishadi. Kechki payt ular tashlandiq omborda to'xtashga qaror qilishadi va ko'p vaqt dildan suhbat qurishadi. Qizning ismi Ivi ekan. U o'zining vegetarian ekanligini va bunday alg'ov-dalg'ov dunyoda erini topishdan umidi yo'q bo'lsa ham, baribir qidirib ketayotganini aytadi. Jo ham o'zi qidirib ketayotgan ayolga nisbatan tuyg'ulari haqida qizga aytib beradi va Ividan o'sha ayolni bunkerini topishda yordam so'raydi. Chunki shundoq ham ularning ko'zlagan yo'llari bir tomonda edi. Ivi yordam berishga rozi bo'ladi. Ular haqiqiy do'stga aylanishadi. Lekin tongda ularning rejalari chippakka chiqadi. Chunki qandaydir erkak ularning mototsiklini o'g'irlab, o'rniga rahmat deb yozilgan buzoqchani tashlab ketadi. Jo qizning to'pponchasini olib,
o'g'rini otib tashlamoqchi bo'ladi. Lekin to'pponchaning o'qi yo'q edi. Endi buzoqchani hech kimga xafa qildirib qo'ymaydigan vegetarian ayoldan yana nimani ham kutsa bo'lardi. Endi ular yo'lini piyoda davom etadi va erkak boshlariga tushgan hamma tashvishlarda Ivini tovuq miya ekanligini ayblaydi. U allaqachon qizdan qutulib, yo'lida bir o'zi ketishi kerak bo'lganini jaho bilan tilga oladi. Lekin qiz ham o'zini xafa qildirib qo'yadiganlardan emas. Va u Joga, agar istaganingda allaqachon qochib ketgan bo'larding, lekin bunday qilmading. Chunki sen o'zingni yolg'iz his qilasan va shu sababli men bilan birga borishni o'zing istading, deb aytadi. Yana har bir qiyinchilikka duch kelganida erkakdan farqli o'laroq o'zini yo'qotmay, inson bo'lib qola olishini ham qo'shib qo'yadi. Jo jaho bilan qizni tark etadi. Ajablanarlisi, uning sevgilisini yashaydigan bunkeri ham ancha yaqin bo'lib chiqadi. Tashqaridagi kamera orqali u sevgilisidan eshikni ochishni iltimos qiladi. Ayol eshikni ochadi. Bunkerdagi ayol yozishmalardagi do'stini ko'rganidan juda xursand edi. Ayolning ismi Sandra edi va Jo uning go'zalligidan zavqlanadi. U ayolni bunchalik chiroyliligini hatto tasavvur ham qilmagan edi. Jo xotirjam tortib, endi hayotida hammasi iziga tushib ketadi, deb o'ylardi. Bu vaqtda Ivi ham erining ishxonasini topadi. Eri uni yaxshi ko'rgan edi, lekin afsuski u katta ehtimol bilan allaqachon nobud bo'lgandi. Sandra Joni oshxonaga olib kirib, yoqimli musiqa qo'yib beradi va shokoladli tort bilan mehmon qiladi. Ayol Jo uni topib kelishini tasavvur ham qilmaganini aytib xursand bo'ladi. Ayol o'zini tartibga keltirish uchun xonadan chiqib ketadi. Bu paytda Jo o'zini yo'qota boshlaydi. Chunki tortga dori qo'shilgan edi. Sandra manyak ko'rinishida qaytib keladi va pichoq bilan zarba beradi. Ayol Jodan nima uchun kelganini qayta va qayta so'raydi. Chunki u erkak uni bunkerini olib qo'yish uchun kelganiga ishonchi komil edi. Jo hammasi ayol aytgandek emasligini ta'kidlaydi. Lekin ayol ishonmaydi. U bir marta uni topib kelgan erkak uning bunkerini olib qo'ymoqchi bo'lganini va o'sha erkakni qiyinchilik bilan o'ldirganligini so'zlab beradi. Shundan beri u o'zini topib kelgan erkaklarni hammasini o'ylab o'tirmay o'ldirib, ularning qo'l soatlarini esdalik sifatida yig'ar edi. Ayol aqlini yo'qotgan va endi qotil manyakka aylangan edi. Ayol Joni ham o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin uni Ivi sovg'a qilgan tumor qutqarib qoladi. Erkak unga tashlamoqchi bo'ladi, lekin dori tufayli kuchi juda kam edi. Keyin ogohlantiruvchi tizim ishlab ketadi. Ivi bunkerni topgan edi. Ayol Joni bog'lab, yangi mehmonni kutib olish uchun tashqariga chiqadi. U beozor ko'rinish uchun yuzlarini yuvib, Iviga Jo allaqachon shu yerdaligini aytib, ichkariga taklif qiladi. Sandra unga ham tort beradi, lekin Ivi birdaniga dori hidini sezadi va tortni yemaydi. Qiz nimadir shubhali ekanini his qiladi. Ayolni zarbasini qaytargan Ivi yugurgancha bunkerdan Joni qidirib topadi va qo'llarini bo'shatadi. Jo boltani ishlatadi va bu aqldan ozgan manyak ayolni hayotiga nuqta qo'yadi. Ular bunkerdan qochib chiqishadi va bu vaqtda uy egasi zombiga aylanishga ulguradi. Juftlik tashqariga chiqishga ulguradi va lyukni yopishadi. Jo qiz uni qidirib topganidan juda xursand. Ular birga ketishadi. Tongda Ivi uyg'onib, yolg'iz yotganini ko'radi va Jo uni tashlab ketgan deb o'ylab qo'rqib ketadi. Lekin u shunchaki atrofdagi zombilarni tinchitib, qaytib keladi. Ivi bu hali ularning hikoyasining yakuni emasligini aytadi. Dunyoda juda ko'p go'zal joylar bor va o'sha joylarni qidirib birga yo'lga chiqishsa bo'ladi. Va Jo shu ajoyib qiz bilan taqdir yo'llaridan birga yurishga rozi bo'ladi.